Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomini anglaysizlar. Samarqand. Egiz bo'yliq, qo'yiq soqolliq, qizil yuzlik, tanbal kelgan Sulton Ahmad Mirzo kecha uxlamay ichgan sharobning ta'sirida qizirib ketgan ko'zlarini yerim yumg'unicha chunqur xiyolga betib o'ltirardi. Onun taxtga yulangan gavdasi biroz mo'kchiyib qolgan bo'lib, shundoqla qaragan kishiga uxlab qolgandek tuyg'u beradi. Tövəndə qo'l bog'lab turishgan amirbaglar xonning tezroq bir qarorga kelib farmon berishni kutib toq bo'lishgan edi. Shu daqiqada Sulton Ahmad Mirzoning quloq tubida bir ustozi Xo'ja Abaydulla Ishonning Toshkentga lashkar tortishlari zinhor munosib emasdir. Sili o'z vaqtida marhum qaynotalari Sulton Yunusxon oliylar bilan lavza qilishgan. Lavzlarda turishlari kerak. Faqat bo'lmasa, qaynonalari Sulton Mahmudxon oliylari bilan qayta sulhi tuzishib o'tgaylar. Ulardan siliga tashvish yetkidek harakat o'tilgani yo'q. Shunga sili ularga tashvish yetkazmay, qarindoshlik mehrlarini bildirgaylar va enilari Umar Sayx Mirzoga tasalli bergaylar. Behuda qirg'inchilik avomning tinchligini, saltanatning osoyishligini buzadi. Zinhor aldiraqsollik qilmag'aylar degan so'zlari to'xtamay jaranglaydi. Shu sababdan amir sarkarlarining Toshkentga lashkar tortish taklifiga damonliqqa javob berolmay dilg'ul bo'lib qolgan edi. O'ri turaverib puti telib ketdimi yoki xonning diqqatini chalg'itmoqchi bo'ldimi aytavur, orda ishqog'isi Abdulkarim Ashrid qasdan qattiq yutilib qo'ydi. Sulton Ahmad Mirzo asta ko'zni ichib qaddini rusladi. Tezroq bir qarorga kelgaylar oliylar, dedi peshqadam amir darvish Muhammad Tarxon maydasigacha tushib turgan oppoq soqolini titratganicha saroyning jimjitligini buzib. Sabr toqatning mo'chiki bo'ladi. O'z vaqtida sulhiga kelib, marhum qaynotalari Sulton Yunusxon oliylarining Toshkentda turishiga yo'l qo'yganlari xato bo'lgan edi. Mana endi yaxshilikqa yomonlik yenib, enilari Umar Sayx Mirzoni tez kunga qopdi. Yana sukut qilsak, dadasining o'rniga taxtga chiqqan ul Sulton Mahmudxon buning bilan bo'ldi qildigandek qilmaydi. Vaqtida adablab qo'ymasak, atogin oliylarga Samarqand shahrining bo'sh tipa deyishdan yonmaydigandek qiladi. Sulton Mahmud Mirzoning ona taraf tog'isi bo'lgan darvish Muhammad Tarxon mayli yosh, mayli hurmat jihati bo'lsin, o'rtadagi amir sarkarlardan cho'ng edi. Sulton Ahmad Mirzo taxtga chiqqandan beri o'rda ishlarini shuning maslahati bilan bir taraf qilishga odatlangan edi. Al-haq, darvish Muhammad Tarxon janoblari gapning poskallasini qildi, dedi o'rda ishqog'isi Abdulkarim Ashrid gelini qirib qo'yib. On hazratim urug' tuqqandarchilikning yuz xotirasini qilib, yana sukut qilsalar, Sulton Mahmudxon buni tushunmay, bizni qo'rqinchaqlikqa jo'rib qolmag'iydi deb ansiraymi? Hosibonim o'z vaqtida sulhini marhum qaynotalari Sulton Yunusxon oliylari bilan tuzgan edilar, dedi lashkariy divanning o'rinbosar amiri Darvish bey so'z qistirib. Ammo hozir u zoti muborak bandichilik qilib, taxt egisi olmashdi. Shu sababdan sulhining kuch qoldi. Amdilikda hech kimning posibonimizni ahd va paymonga vafosizlik qildi deb ayblashiga haqqi yo'qdir. Uning ustiga Sulton Mahmudxon Ashta qal'asidagi Andijon lashkarlarini butunlay qirg'in qilib, Umar Sayx Mirzoning martabasiga rioya qilmadi. Demak, otasi tuzgan sulhini o'g'li buzdi. Kim biladi, yana sukut qilsak, atogin Umar Sayx Mirzoni Andijondan qo'g'lab chiqaramdi dehi. Sulton Mahmudxon Toshkentda turaveradigan bo'lsa,
bizga cho'ng xavf bo'ladi. Eng yaxshisi uni ota mirosini bo'lgan Mo'g'ulistonga ketkizayotganimiz tuzuk. Amir sarkarlarning tushma-tushdan aytgan so'zlari Sulton Ahmad Mirzani oxir zuvonga keltirdi. Farmon, dedi u das o'rnidan turib. Lashkariy divon Toshkent yurishiga hozirlang'ay. Buxoro Amiri Mirza Abdulla Tarxonga darhol yorliq mangdirilg'ay. Yorliqni topshirib olgan hamon tasarrufidagi lashkarlarni elib Toshkentga qarab yo'lga chiqqay. Amir Kabir Mirza Majid Tarxonga yorliq avatmaymizmi oliylar? So'radi Darvish Muhammad Tarxon. Shimoldagi chegarani saqlashmi Toshkent yurishga o'xshash muhim, dedi Sulton Ahmad Mirza qat'iylik bilan. Sulton Husayn Boyqaroning niyat iqboli hozirgacha bizga qarang'u. Tasarrufimizga hamma sarkard lashkarlarni Toshkent yurishiga otlantirsak, orqa tarafimiz mudofiasiz qoladi. Uning ustiga Sulton Mahmud Xonning ishini ilkimizda bor sarkard lashkarlar bilan bir taraf qilishga tamoman chomimiz yetadi. Qudratlik posibonimiz donodur, deyishdi amirlar bosh egib. Toshkentni yana urush vahimasi bosdi. Samarqanddan yo'lga chiqqan Sulton Ahmad Mirza bilan Buxorodan yo'lga chiqqan Mirza Abdulla Tarxonning qo'shini yo'lda uchrashib, qo'shilgandan keyin Toshkent shahriga yaqinlashmoqda edi. Necha tuman kishilik jazo yurish qilg'uchi bu zo'r qo'shinning bosh oxiriga ko'z yetmaydi. Otlarning to'yiqi, piyodalarning oyoq ostidan ko'tarilgan chang to'zonlar xuddi Toshkentga qabohatlik qor bo'ron bostirib kelayotgandek tuyg'u beradi. Tog'isi Darvish Muhammad Tarxon, Buxoro amiri Mirza Abdulla Tarxon, o'rda ishqog'isi Mirza Abdulkarim Ashrid, Darvish Beg, Boqi Tarxon, Said Yusuf Og'loqchi, Qoriko'lning hokimi Sulton Husayn Arg'un, Quli Muhammad Bug'da qatorliq amir sarkarlarning o'ttirsiz ketib olgan Sulton Ahmad Mirza to'limi salmoq ko'rinadi. Yazak Chindovullarning yetkazgan ma'lumotlarga oldirab ifoda bildirmaydi. Boshlab mangan zo'r qo'shini bilan Toshkentni birli hujum bilan elish ishonchi cho'ng edi. Xonzoda Sulton Mahmud Xon ahli o'shin tepib, Toshkentni qarshiliqsiz, chiroyliqcha topshirsa, uning qaynonalik ham sultonlik martabasiga hurmat qilib, ota mirosini chiroyliqcha yo'lga sepib qo'yaman. Navoda gadankeşlik qilaman desa, umi o'zining mayli. Yuz xotir qilmadi deb ranjimasin. Yazak Chindovullarning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, bo'yintovliq yo'lini tutgandek qiladi. Ahvoldan qaraganda, uning bilan urush qilmay turib Toshkentni qaytarib olish mumkin emas o'xshaydi. Sulton Ahmad Mirza Samarqanddan yo'lga chiqish oldida Xonish Mehrnigar xonimning tuvanchilik bilan qilgan iltimosini esiga oldi. Saltanat ishlariga ojizalarning aralashish haqqi yo'q. Shundaqdimi on hazratimdan aqlsiz inim Sulton Mahmud Xonga tuqqandarchilik mehrlarini oymasliklarini tuvanchilik bilan iltimos qilaman. Marhum xon otamning ruhi qo'rinib qolmasin. Gerçi Mehrnigar xonimning nasabi haramdagi boshqa xonishlardan yuqori bo'lsa-mu, tug'maganligi uchunmi Sulton Ahmad Mirza uningga toza ko'ngil beramagan edi. Boshqa xonishlarning qasriga kirgandek, uning qasriga ancha ko'p kirmaydi. Kam so'z, azmi barobatligi ancha zo'qi yo'q xonish Mehrnigar xonim kunlarini qasrdagi xilvat hujrasida Qur'on tilovat qilish, Iroqdagi onasi eni sing'illarini seg'inish bilan o'tkazadi. Boshqa xonishlar bilanmi Samarqand ordasidagi amir baglarning og'chi oyimlari bilanmi ancha ko'p berish kelish qilmaydi. Haramdagi kundoshlari bilan to'r ustunlik talashmaydi. Oyga chiqmas g'aybat shikoyatlarga qitilmaydi. Sulton Ahmad Mirza nagon-naganda qasrga yo'qlab kelsa, illiq chiroy qarshi oladi.
Oshpazlarga Mirza eng yaxshi ko'radigan g'izolarni atkizib kutib oladi. Ammo dasturxonga sharobni zinhor yaqin keltirmaydi. Boshqa xonishbonlarga o'xshash pat-pat yo'qlab kelmadan deb batnamaydi. Kundashlari bo'lmish boshqa xonish to'qonlarning ustidan dodlamaydi. Xarj-xarajat, kiyim-kechak, zebi-zinnat g'alvasi qilmaydi. Ko'ngilni g'ash qiladigan so'zlarni qilmaydi. Mirzaning ko'nglini o'tish uchun ziyoda noz-karashmalarni qilib ketmaydi. Shu sababdan aytavr sharobxo'r ishqiboz Sulton Ahmad Mirza xonish Mehrnigar xonimdan xeyli tap-tapatdi. Sharob ichgan vaqtlarda uning qasriga faqat kelmaydi. Sulton Ahmad Mirza ulug' kichik tandi. To'lma afsus. Kechirsizlar xonishoy. Deganlarda qilolmaydigan bo'ldim. Rahmatli qaynotam Sulton Yunusxon oliylarining ruhi qo'rinib qoladigan bo'ldi. Unda qilmay desam menga nima amal? Toji taxt, saltanat ishlari degan mushundoq bo'ladi ekan. Buningga ilojim yo'q. Aras qaynonam xonish Eson davlat xonim bilan Shoh begimlar hozir Toshkentdamidi yoki Andijondamidi? Oyg'oqchilar ularni o'g'li Sulton Mahmud xondan yomonlab Andijonga ketibdi deb ma'lumot berib edi. Ular nemishqa Samarqandga kelishni xohlamadi ekan. Demisimi, men ularga inim Umar Shayx Mirzaga o'xshash kuyo'g'illikni yetkazolmadim. Ahvol so'rab turolmadim. Aslida qaynonam vafot bo'lgandan keyin ularni bir haqiqatim bo'lsa Samarqandga taklif qilishim kerak edi. Shundoq. Mendan qaynotasining o'lim patisi kammidi deb ranjigan gap. Eng yaxshisi, hozir ularning Toshkentda bo'lmagani yaxshi. Navoda ular oldimga chiqib turib olsa, Toshkentga hujum qilmagani tasga to'xtaydi. Ilgari bir necha navbat Toshkentga lashkar tatqinimda inim Umar Shayx Mirza ustadlik qilib, qaynotam Sulton Yunusxon oliylarini oldimga chiqarib qo'ygan edi. Balkim bu navbat undoq bo'lmas. Shundoq. Qayninim Sulton Mahmud xonda unchalik aql farosat yo'q. Uning oq-qorini, oq-o'tini o'ylashmayla Umar Shayx Mirzani ranjitishimi oshundoq farosatsizligidan bo'lgan. Endi Umar Shayx Mirza unga ko'maklashmaydi. Avval Toshkentni qo'limga elib olay. Qaynonlarimga loyiqida tushuntirib ko'ngil qo'yib olaman. Nimalar degan bilan ularning bir yurak borisi mening nikohimda emasmi? Mendan ranjidi degandimi, adovat saqlab yurmas. Lashkarlarni birer kun orom oldirib olamizmi yoki biroqli tegish qilamizmi? Darvish Muhammad Tarxonning tuyuqsiz so'rgan bu savoli Sulton Ahmad Mirzaning xiyolini bo'lib o'tdi. Vaqti kelganda bir gap bo'la, dedi u mo'jimanlik qilib. Ayg'oqchilar orqali Sulton Ahmad Mirzaning zo'r qo'shin bilan kelayotganligidan xabar topgan Sulton Mahmud xon Chir daryosini mudofaa qo'rg'ini qilib, qarorgoh qurib, jangga hozirlik ko'rib bo'lgan edi. Garchi hozir kalkun mezgili bo'lmasa-mu, daryo suvi xeyli ulug' edi. Uning ustiga daryoning Toshkent tavasidagi bo'ligi cho'nqur jilg'i bo'lib oqatdi. Shunga Chir daryosi Toshkent shahri uchun tabiiy mudofaa xandiki edi. Albatta, Toshkent lashkarlarining tikkan qarorgohlarining soni yo'q edi. Buxoro amiri Mirza Abdulali Tarxonning ishonchiga erishib, Chindovul lashkarlarga sarkarda bo'lib kelgan Muhammad Shaybonixon yo'l bo'yi o'z vazifasini puxtalik bilan o'rindab, Chindovullar yetkazgan ma'lumotlarni vaqti-vaqtida yetkazib kelyotdi. Bugun qo'l ostidagi sarbozlarni buyurmay, shaxsan o'zi yov ahvolini tinglashga bosh bo'lib chiqqan edi. U jilg'ining qarshi qirg'oqidagi Toshkent lashkarlarining qarorgohini inchiklik bilan kuzatib, Sulton Mahmud xonning aplik yer sharoitini tanlig'iga ko'nglida qoyil bo'lmay tura olmadi. Ah, Xudo! Sulton Mahmud xonga bu tadbirni kim ko'rsatgandi?
qarorgohini to'limi aqli yerga quribdi. Bundaq qarorgohni heli bir necha tuman ekan, 10 necha tuman lashkar bilan vayron qilmoq oson emas. Men texi uni shaharga bekinib elib yotarmikin deb ekanman. Nimalar degan bilan uning ordusida lashkariy ishlarga puxta aqldarlar yana bor ekan. Navali o Chirdaryosning suyini qoydirib elib, vaqti kelganda biroqli qo'yib yetadigan bo'lsa, Samarqand lashkarlarining tangdan to'lisi suvga g'arq bo'lmay qolmaydi. Bilmadim, ular bu tadbirni o'ylashganmidi? Ishqilib Tangri egam Sulton Mahmudxonni yo'layotgan o'xshaydi. Toshkent lashkarlarining qarorgohlarning o'rinlashtirilishini jang qilish uchun tanlagan yer sharoitini tafsiliy kuzatgan Shaybonixonning jazo yurish qilib kelgan Samarqand lashkarlarining qalbisiga bo'lgan ishonchi asta-asta sustlashishga boshladi. Ammo nima uchundir ko'nglida ozroqmi tashvish, vahima yo'q edi. Chunki u Samarqand qo'shinining qalbi mag'lubiyatiga faqat qiziqmaydi. Bu lashkariy yurishning nusrat mag'lubiyatining menda kichikkina Chindovulbek bilan nima munosabati bor? G'alaba qilsa Sulton Ahmad Mirzo texmi ko'ranglaydi. Ilgirkidan texmi kuchlanadi. Inisi Umar Sayx Mirzo bilan o'tirsilik adovatlar ko'tarilib, qarindoshlik mehri asliga keladi. Amir sarkarlarining martabasi o'sadi. Mening ko'rsatgan tuhfa margiz ko'zga ko'rinmaydi. Men Sulton Ahmad Mirzoning nazarida oddiy bir sarvoz xolos. Uningga tadbir ko'zda salohiyatim yo'q. Faqat ko'rganlarimni, o'ylagan tadbirimni Buxoro amiri Mirzo Abdulali Tarxonga deyayman. U Mirzo Abdulali Tarxon bo'lsa, buni o'zining aql parasiga aylantirib, xonga ma'lum qiladi. Oxirgi hisobda tuhfa martaba uning bo'ladi. Necha oydan beri shuncha tirishchilik ko'rsatibmi, sarkarlik martabasiga erishaman. Bundaq ahvolda ko'nglimga bitgan orzu-armonlarimni qachon amalga oshira olayman? Eng yaxshisi korim bo'lmasin. Ikki qo'shin uzoqroq tirkashsa kuchi ojizlaydi, alsiraydi, sarkar sarvozlaridan ayriladi. Lashkarlar bir-birining qinini to'kishadi. Shu chog'da dast qipchoqdagi inim Mahmudxonga xabar berib, boshqacharoq yo'l tutmaymanmi? Yoki bo'lmasa, Shaybonixon tuyuqsiz kallasiga kelgan bu xiyoldan cho'chib ketdi. Atrofiga xavfsirab qaradi. Yanida o'zining ishonchli navkarlaridan boshqa hech kim yo'q edi. Bo'lgan taqdirdami kallasiga kelgan xiyolini bilib olishi notayin edi. Shundoq qilaymi ya? O chaqda Sulton Mahmudxonning ishonchiga, e'tiborlishiga erishgili, yuqori martaba imtiyozga ega bo'ladi. Biroq Sulton Mahmudxonni ishontirgil bo'ladimi? Maslahatimni anglarmi? U ziddiyatli xiyollar ilkida etining beshini orqasiga buradi. Kallasida tuyuqsiz paydo bo'lgan bu xiyol yuragini quritdek g'ajilaydi, oromini buzatdi, vasvasiga solatdi. Umitsizlik aralashgan abjash bir xom xiyol vujudini chirmab olgan edi. Yo'q, ko'msam pisharmi, yoqsam pisharmi deb o'tirsam bo'lmaydi. Darhol bir qarorga kelishim kerak. Fursatni qo'ldan berib qo'ysam, umrlik pushaymon qilishim mumkin. Yemili bo'lmasin Sulton Mahmudxonning to'mirini tutib boqay. Balkim ishim o'ngga tortib qolar. Men bilan ko'rishni rad qilib qolsa-mu, ko'rsatgan tadbirimga qo'shilmasmi hech qisi yo'q. Buni Sulton Ahmad Mirzo hargiz bilmaydi. Bir qarorga kelgan Shaybonixon xeyli yengillab qoldi. Vujudini chirmab olgan ziddiyat tumanlari tarqab, hayajonli bir tuyg'udan mamnuniyat bilan kulimsiradi. Bu ishlarni shundoq puxta bir taraf qilayki, maqsad muddayimni insijin tuymay qolsin. Oldirmaslik kerak. Avval Sulton Ahmad Mirzoning jazo yurish qiliqchi qo'shini yetib kelsin. Sulton Mahmudxon bu son-sanoqsiz yov lashkarlarini ko'rsa, vahimaga tushmay qolmaydi.
Şundaq. Avval yürəkdə vəhimə payda olsun. Qalbi nusratga ishonch qilolmay g'amga cho'ksin. Shu chog'da ondan uning dargohiga ishonchli navkarimdan birini avatib, yuragiga qo'l selib ko'ray. Ishonchim komilki, men bilan ko'rishishga cho'qim aldiraydi. Ko'rsatgan tadbir maslahatimga quloq solmay qolmaydi. Dahshatli kalkundek, shiddatli qor bo'rondek bostirib kelgan Samarqand lashkarlari Toshkentning bo'sog'isida Chir daryosidan shakllangan cho'nqur jilg'ilivida to'silib qoldi. Shaybonxonning farzi to'g'ri chiqqan edi. Cho'nqur jilg'a tabiiy to'siq bo'lib ayirib turg'ashqa, uning ustiga ikkala qo'shin bir-biridan ehtiyot qilib qolg'ashqa, hech qaysi taraf oldin hujum qilishga tavakkul qila olmadi. Fursatni g'animat bilgan Shaybonxon ishonchli navkarni yoshirin avatib, Sulton Mahmudxonga ko'rishish muddasini bildirdi. Sulton Ahmad Mirzo ha deganda jilg'idan o'tib hujum qilishga petinolmaydi. Uning amalsizligidan foydalanib, tuyuqsiz zarb berib chekindirman deb xom xiyol qilib, xotirjam o'tirgan Sulton Mahmudxon bostirib kelgan Samarqand lashkarlarining sonining mo'ljaldikidan necha hassa ko'pligini ko'rib, xiyol vahimaga tushdi. Ha deganda qaramliq qilishga petinolmadi. Yenidagi amir sarkarlari bo'lsa, uningdan bakrak o'diqib tashvishga tushgan edi. Ularning aslidanla lashkariy ishlarda tajribasi kam bo'lg'achqa, Sulton Mahmudxonga tuzuk biror tadbirni ko'zlanmadi. O'rinsiz fitnalarga ishinib, oshiq xushomatchi amirlarning suiqasdiga homiy bo'lib, marhum dadasi Sulton Yunusxon bilan uzun mazgil mo'rin-mo'rga taraf jang qilgan, mo'l tadbirlik peshqadam amirlarni o'ltirib o'tgan Sulton Mahmudxon shu kunlarda yor yo'laksiz, mushavirsiz qolgan edi. Yorining leviga yasatgan kuzatish munoridan qarshi qirg'oqdagi yov qarorgohiga har qatim nazar tashlaganida vujudini umidsizlik, andisha, tashvish tumanlari chirmab oladi. U gap so'rab kelishidan, tadbir ko'rsatishga da'vat qilishidan voyim yeb, boshlarini tonlarining yoqasiga tiqib olishganicha yerga qarab turib olgan amir sarkarlarga allaqanday bir umid bilan nazar tashlaydi. Lekin ularning o'diqish, tashvish tuyg'ulari chiqib turgan bechora turqaga qarab qattiq umidsizlanadi. O'zini go'yo shu son-sanoqsiz yovning orasida tanho qolgandek sezadi. Demisimo jon qayg'usiga tushgan aşı bir qism amir sarkarlari yo'qolan bahona sabablar bilan o'zlarini daldiga ilishgan edi. Faqat Muhammad Husayn Mirzola uningdan bir qadam neri bo'lmay turib o'tadi. Pat-pat oyg'oqchilar orqali yov ahvolidan erishgan ma'lumotlarni uningga yetkazib, allaqanday bir tadbirlar haqida bosh qotiradi. Tasalli berib uning ko'nglini ovundirishga, xotirjam qilishga, ishonchini turg'izishga tirishadi. Jilg'ining leviga qarorgoh qurishmi Muhammad Husayn Mirzoning maslahati bilan bo'lgan va o'zi qarorgoh qurishga bir qo'lliq qo'mondonlik qilgan edi. Sulton Mahmudxonning amir sarkarlari orasida eng oldirash odami Muhammad Husayn Mirzo edi. Shunga uning Sulton Mahmudxon bilan uzoqroq paranglashishga vaqti yetmaydi. Hadisa inisi Said Muhammad Mirzoni qarorgohlarni tekshirishga, sarboz lashkarlarning ahvolini bilib kelishga, zapas jang qurollari, oziq-tuliklarning taxlanish ahvolini surishtirishga, yov lashkarlarining ahvolini kuzatib kelishga mangdirib turadi. Yilqi lop urushga amroq, xushomatchi, puti ko'ygan to'xodek uyon-buyon mengib yurgan amirlarning bo'lsa, kollalari qup-quruq edi. Lashkarlarga qir ko'zitib so'lat bilan yurganda qilgan bilan amaliyotda yov qarorgohi tarafga tikilib qarg'udakmi jur'ati yo'q edi. Bosh oxiri yo'q chigish xiyollarga asir bo'lib o'tirgan Sulton Mahmudxonni ijozat so'rab oldiga kelgan chedirning bosh mahrimi esiga keltirdi. Adolat panohimga ma'lum bo'lg'ay. Qurbegi qabulga ijozat so'raydi. Nima ishi bor-ka? Kayb ushqan holda so'radi Sulton Mahmudxon. Muddasini bilmadim.
An hazretimga yetkizdigan ta'xirsiz ma'lumot bor deydi. İcazat. Ayol o'tmay Qurbegi putining uchida dastlab kirib keldi. Xo'sh, dedi Sultan Mahmudxon qapiqini turib. An hazretimga ma'lum bo'lg'ay. O'zini Samarqand hukmdorining chindovuli deb olgan bir begona sarkardamning topshirig'i bilan xufiyona keldim. Faqat xon oliylariga yetkazdigan ma'lumot bor deydi. Qurbegi degani muhofizatchilar begi. Begona, yot kishi, notanish kishi debdi izohatda. Sultan Mahmudxon bu xabarga birdanla qiziqib qoldi. O'zi qani? İcazatlarını kütüp atıdı. Başlap kırsınlar. Qurbegi ko'zi butunlay tengib etilgan o'ttir yoshlar chomisidagi yo'chun kishini chedirg'i boshlab kirdi. Chedirg'i boshlab kirib, ko'zdagi tenglikni yeshib etdi. U Sultan Mahmudxonga darrov salom qilib, kelish muddasini qisqili bildirdi. Sarkardan kim bo'ladi? So'radi Sultan Mahmudxon dargumon bo'lib. Muborak otjuni Muhammad Shayboni xondir. Merhum Sultan Ubul Xayrxon oliylarining nevrisidir. Hozir Buxoro amiri Mirzo Abdulla Tarxonning qo'l ostida chindovul sarkardadir. G'am tashvishda o'tirgan Sultan Mahmudxon yo'chun kishining javobiga ancha e'tibor qilib ketmadi. Gerçi u Sultan Ubul Xayrxonning nomini ancha-muncha anglagan bo'lsa-mu, uning bilan ota-bobolar o'rtasidagi adovat qisoslar esidan ko'tarilib ketgan edi. Ayni yili dadasi Sultan Yunusxon Sayxun daryosi bo'yidagi Qora To'qayda qallisini olgan Bo'rish o'g'lonning hozir o'ziga allaqanday bir maqsad bilan yordam qilmoqchi bo'lib, xabarchi avatgan Muhammad Shaybonixonning tog'isi ekanligini faqatli bilmaydi. Shundoq taxtga o'tirgandan beri u bazmi barobat, kayf safa, aysh ishrat bilan bo'lib ketib, xeyli nurg'un ishlarni unutib ketgan edi. Adolat panoh oliylari Navoda sarkarda bilan ko'rishni ixtiyor qilsalar, bugun kecha tun nisbida huzurlariga ziyoratga kelmoqchi. Qoldi muddasini o'zidan tafsiliy so'rab bilgaylar. Sultan Mahmudxonga bu ish allaqanday bir yaxshilikdan bishoratdek tuyuldi. Şuna ortiqcha o'ylanib o'tirmaydi javob berib etdi. Undaq bo'lsa berib javobimni yetkazgin. Uni bugun kecha tun nisbida saqlayman. Agar u Samarqand hukmdoriga xizmat ko'rsatish tamasida tarixchilik hiyla ishlatishni niyat qilgan bo'lsa, vaqtida niyatidan yenib olsin. Bo'lmasa kollasidan ayrilib qoladi. Sultan Mahmudxon Qurbegiga qaradi. Uni yo'lga selib qo'ysinlar. Qurbegi xabarchining ko'zini yana qaytadan puxtalab tangdi. Ondan qo'lidan yetilib ep chiqib ketdi. Jang mezgilida yov qarorgohining ahvolini tingtinglash uchun xabarchi yoki elchilik siyoqida kelib axborot elaydigan ish bor edi. Shunga oshundoq salohiyat bilan kelganlarning ko'zi tengib qo'yiladi. Tun nisbi Sultan Mahmudxon Muhammad Husayn Mirza qatorliq bir qancha katta amir sarkarlari bilan un-tinsiz o'tiradi. Bu Muhammad Shaybonixon qandaqsiga Sultan Ahmad Mirza oliylariga navkar bo'lib qolgandi. Mögdeb o'tirgan Sultan Mahmudxon Muhammad Husayn Mirzaga qarab qo'yib javob bermadi. Uyqu besiv og'ashtimi aytavur, uning bu masalani o'ylig'idek hafsalasi yo'q edi. U xohi Sultan Ahmad Mirza uchun o'rtaq dushmandir, dedi Muhammad Husayn Mirza yana jimjitlikni buzib. Uning bundoq niyatga kelishida cho'qim bir yoshirin muddaosi bor. Uning mulohazasiga hech kim javob qatmadi. Boshqa chog'da og'iz besilmay so'zlaydigan heliqi xushomatchi amirlar shu topda o'zlari sarchedirda yo'qdek jimjit o'ltirishadi. Sultan Mahmudxonga yer tegidan yoshirin qarab qo'yishadi. Chedirning sirtida oyoq tevishi anglandi. Ayol o'tmay Qurbegi ko'zi mahkam tengilgan Muhammad Shaybonixonni chedirga boshlab kirdi. Ko'zi yeshib etilgan Shaybonixon to'rdagi yo'lbos terisining ustida
sür hayva bilan o'ltirgan Sultan Mahmudxonga qo'l bog'lig'icha qaddini egib salom berdi. 4 dal osma shamdondagi shamlar yo'g'on chedirning ichini g'uva yo'ritib turardi. Sultan Mahmudxon uning salomini ilib kelib, biroz qimirlab qo'ydi. Xo'sh, gapni qisqa qilsizlar, dedi qopqini turib. Shaybonixon deydigan gaplarni ko'nglida pishirib olgan edi. Shunga tamtirmayla tamkinlik bilan eg'iz ochdi. Atonashtidan keyin Samarqand lashkarlari hujum boshlamoqchi. Kaminlari Janob Adolat Panohimning g'alabini surtish uchun xolis xizmat qilishni loyiq tepib, huzurlarga arzimas bir tadbirimni to'p hisobida elib, tovuqninkidan kichik yurikimni yo'lbosnikidek qilib, arzimas beshimni qo'ltiqimga qisqinibcha kelishga jur'at qildim. Xo'sh, bizga to'p qilmoqchi bo'lgan ul tadbirlar qandoqkin? So'radi Sulton Mahmudxon. Demakchi bo'lgan gapiga Sulton Mahmudxonning qiziqib qolganligini his qilgan Shaybonixon boshqacha jonlandi. Tovuq degani to'xu deb izohatdi. Tadbir shulki, ati jang boshlanganda oliylarning bahodir sarkarlari boshqa tarafning mudofaasini chingitib, faqat Buxoro amiri Mirzo Abdulla Tarxonning qo'shini tarafga zo'rlik bilan bostirib borgan. Kaminlari dal ul Buxoro amirining sarvozlaridan bo'laman. Toshkent bahodirlarining bostirishini ko'rgan hamon kaminlarning navkarlari bilan darhol chekinib, qo'shinning orqa tarafidagi oziq-tulik qarorgohiga o't qo'yib, qalayimqanchilik paydo qilaman. Ul chog'da butkul Samarqand qo'shini orqa tarafimizda bo'ktirma bor ekan, ikki tarafdan hujum uchrabdimiz deb o'ylab, potparaq bo'lib jasorat sunudi. O'tni ko'rgan hamon oliylarning bahodir sarkarlashkarlari butkul saf bilan hujumga o'tgay. Ul chog'da qalayimqon bo'lib, jang sepi buzilgan zo'r qo'shin bir-biridan xabar ololmay qechishga boshlaydi. Va bir-birini dastlab chaylab o'ng so'lni farq etmay qoladi. Qalbi nusrat farishtasi oliylarga quchoq ochadi. Hayajonlangan Sulton Mahmudxonning chiroyiga vallada kulki yugurdi. Shu topda u allaqachon g'alaba qozonib bo'lgandek tuyg'uga kelib qolgan edi. O'zlari Sulton Ahmad Mirzo oliylarining emas, Buxoro amirining qo'l ostidagi oddiy sarvozlardan turuqliq. Ularning hujum boshlaydiganligini qandoq bildilar? Ko'nglidagi gumonni yoshirmayli so'radi Muhammad Husayn Mirzo. Shaybonixon uning ko'zlariga dodil qarab turib javob berdi. Amir janoblari rost aytadilar. Kamillari Buxoro amirining ilkidagi oddiy sarvozman. Ammo nazarlaridan soqit qolmasinlarki, Chindavullarning quliqi uzun, ko'zi o'tkir, oyog'i chaqqan bo'lishi kerak. Kamillarda bu sifatlar to'liq tepiladi. Garchi Sulton Ahmad Mirzo oliylarining oldida kichikina sarvoz hisoblansa-mu, ammo Buxoro amirining oldida har holda Chindavul begi sarkardiman. Masalan, hozir Janob On Hazratimning muborak huzurida atki jang uchun kengash bo'ldi deylik. Aniqki, Janob amirlar bu qarorni cho'qim hozirlik qo'l ostidagi sarkarlarga yetkazib, atki jangning hozirligini ko'rishidi. Kaminlarmi Buxoro amirining bundaq farmonini anglashdan mustasno emasdirman. Shaybonixonning o'rinliq javobi Muhammad Husayn Mirzoning ko'ngliga soy tashlab turgan gumonni tarqitib etgandek bo'ldi. U qoyillik bilan beshini ling'itgandan keyin yana so'radi. Buxoro amirining ishonchiga erishgan sarkar turuqliq o'z posiboni bo'lmish Sulton Ahmad Mirzoga jon fidolik ko'rsatmay, Janobi posibonimizning dargohiga umid bog'lishining boisini bilib baqsaq bo'lurmi? Buning sababi to'limi oddiy, amir janoblari, dedi Shaybonixon tamkinlik bilan. Kaminlari Buxoro amiri Mirzo Abdulla Tarxon janoblarining farmoni bilan ahvol tinqinlash uchun asosli qo'shindan yarim kun avval yetib kelgan edim. Qarg'udek bo'lsam, chiri suydan hosil bo'lgan jilg'ining qarshi qiriqiga tikilgan Toshkent lashkarlarining son sanoqsiz qarorgohi diqqatimni tortdi. Qarorgohlarning bajoyiki jang sepidek atrofliq, tartiblik o'rinlashtirilsin demayli qo'yay.
çır suyu ve çuңqur jilg'idan iborat aplik yer sharoitidan foydalanilganligining o'zila bo'lg'usi jang uchun yerim g'albini qo'lga keltirganlik hisoblanadi. Kaminlar mushlarni kuzatib, adolat panoh sulton oliylarining aql farosatiga qoyil bo'lmay tura olmadim. Bu mening emas, Amir Lashkar Muhammad Husayn Mirzaning ko'rsatgan tadbiri. Dedi Shaybonixonning maqtishidan hayajonlangan Sulton Mahmudxon rostgaplik qilib. Amir janoblar haqiqatan farosatlikkan. Dedi Shaybonixon Muhammad Husayn Mirzaga qoyillik bilan qarab qo'yib. Ana shularni mulohiza qilgandan keyin bu qitimqi jangda g'alaba Nusratning Sulton Mahmudxon oliylar taraf yuzlanganligiga to'liq ishondim. O'ylab baqsizlar Amir Lashkar janoblari. G'alaba Nusratning qaysi tarafga mansub bo'lganligini bilib turibliq, qandoqmi bahramon yura olayman? Mag'lub sultonga sarkarda bo'lgandan ko'ra, g'olib sultonga navkar bo'lgan ming afzal emasmi? Janobi yig'oni qudrat egisi ko'nglini zikrimdan g'aflatda qoldirgan odamga agashmagan degan. Shunga kaminlari kechki bo'lsa-mu, Janobi olam panohning peshiga eslishini tanladim. Balkim kaminlarning bu tanlashini Janob Amirlar o'z xo'jasiga osiylik qilish deb bilir. Ammo kaminlari hargiz undaq deb qaramayman. Chunki ikki hukmdor o'rtasida texoyat mamatlik jangi boshlangani yo'q. Agar urush boshlanganda jang vaziyatiga qarab, ondan bu tarafga kelgan bo'lsam, osiylik, tuzkorlik sanaladi. Shunga o'zimni oqilonlik qildim deb qarayman. Oraning bir pas sukut qopladi. Biz o'zlarini Burgu sultonni o'ltirib, Sirdaryosining yuqorqi iqomatga zaminlarni ilkiga opto deb anglab edik. Qandaqsiga Sulton Ahmad Mirzaga navkar bo'lishni xohlab qoldi, lekin uning ustiga marhum Sulton Abu Said Mirza oliylari bilan marhum Sulton Yunusxon oliylarining ajdodlari bo'lmish Sulton Ubul Xayrxon oliylari o'rtasida nizo adovatlarning bo'lg'ini xalq olamga sir emasdir. Shundaq turuqliq yog'iga xizmat qilishni ixtiyor qiliblar. Buningdan albatta gumonlanishga haqliqmiz. Shaybonixon mushundaq bir savolning so'rilib qolishini allaqachon faraz qilgan edi. Shunga bir daqiqa o'ylanib olib javob berdi. Amir Lashkar janoblari haqiqatan ochiq yo'riq ishkanlar. Burgu sultonni o'ldirib zaminlarni elkimga olganim rost. Lekin elkimda sadoqatman navkarlarim oz bo'lg'ashqa, Burgu sultonning sarkarlari kaminlarga itoat qilishdan bosh tortdi. Hatto ul posibonning qisosini elish qo'ydi bo'ldi. Shuning bilan u yerda turishga mumkinchilik topolmadim. Ochiqini aytsam, qasga uchrab kallamdan ayrilib qolishdan ansiradim. Ota-bobolarimiz o'rtasidagi nizo adovatlarga kelsak, aytganlari barhaqdir. Ammo bu ular o'rtasidagi adovatdir xolos. Bu adovatlarni ular allaqachon o'zlari bilan birga u dunyoga olib ketishdi. Kishilar ko'ni qisoslarining qo'ydili yuradigan bo'lsa, bu dunyo har kuni degidek qon to'kilishdan xoli bo'lmagan bo'ladi. Har kim o'z qilmishining jazosini tortadi. Ajdodlarning qilmishiga avlodlar javobgar bo'lmasligi kerak. Shundaqla qisoskorlik, adovatxo'rlik musulmondarchilikqa muxolifdir. Janobi Rasul sallallohu alayhi vasallam 3 kundan ortiq adovat saqlovchilar ummatlarimdan emasdir degan ekan. Demoqchimanki, har qanday og'ir adovat bir ko'ngilni yuyib, oftobda quritganchilik vaqtida ko'ngildan ko'tarilib ketishi kerak. Shunga ota-bobolarning adovatini ko'nglimda saqlab, Janob Rasulullohning shafoatidan mahrum qilishni zinhor xohlamayman. Buxoro amrini panoh tortib Sulton Ahmad Mirzaga navkar bo'lishim otim rasmida jon saqlashga amalsiz qolganligimdan bo'lgan. Kaminlari kichkimdan boshlab himmatlik otamning tarbiyasida lashkariy ilm, jonbozlik mahorati o'rganganman. Qo'limda uningdan boshqa hunarim yo'q. Bo'lgan bo'lsa-di, bir xilvatda orom xudo jinimni boqatdi. Uning ustiga kichkimdan sipohlikqa to'limi havas qiladi. Shaybonixon bir necha daqiqa to'xtab olgandan keyin gapini xulosaladi. Kaminlari savollarga shunchalik tushuncha bera olmayman. Oxirida deydiganim,
Cenab-ı Alempanah Sultan Mahmudxon oliylariga sadoqatimni bildirgim keldi. İşiniş işenmeslik yanı ixtiyorlarida. Endi qaytay. Uzun turib qalsam yo'qliqim sezilib qoladi. Uyqusirab turgan Sultan Mahmudxon Shaybonxonga darhol ijozat berdi. U Shaybonxonning tushuntirishlariga butunlay qoyil bo'lgan edi. İcazet, undaq bo'lsa ati ko'rsayli. Janobi xonimizga yana bir maslahatim bor edi. Dedi Shaybonxon orqasiga 2 qadam mengib bo'lib. Balkim hozir desammi kechikmasman deb o'ylayman. Xo'sh, dedi Sultan Mahmudxon. Agar ma'qul kelsa hozir lashkarlarni buyurib, chir suyini yuqori tarafdan qaydirgan bo'lsalar. At qirchab avjiga chiqqanda qaydirgan suvni ichib etsak, jilg'ining tuvan tarafiga sap tuzgan Samarqand lashkarlari butunlay suvga g'arq bo'lgan bo'ladi. Biz allaqachon bu tadbirni o'ylashgan, dedi Muhammad Husayn Mirza oldirab eg'iz ochgan sarkardining og'zidan gapni tortib olib. Lekin ancha ko'ngilshingan ekanmiz. Amdilikda ish boshlasak bakmi kechikib qolgan bo'lamiz. O'rinliq maslahatlarga ko'p rahmat. Sarkard lashkarlarimiz chir suyusizmi yov lashkarlarini mag'lub qila oladi. Alloh egam texmi ko'p kuch jasorat ato qilg'ay, dedi Muhammad Shaybonxon. Qurbegi uning ko'zini puxtalab tengib ep chiqib ketdi. Hozircha Shaybonxonning sadoqatiga bir nima demak tas, dedi Muhammad Husayn Mirza o'ltirganlarga tekshi qarab. Shunga chir suyini to'g'on yasab qaydirgan ishimizni oshkorlamag'inimiz afzal. O'ltirganlar uning so'zini og'ziga tegmay tasdiqlashdi. Barhaq, ayni mudda toshqabduq sirni oshkorlab qo'yg'ili. Atiki jangda ol Shaybonxonning ko'rsatmasi bo'yicha ish ko'ramizmi? Sultan Mahmudxon damalliq bir nim demay Muhammad Husayn Mirzaga qaradi. Albatta shunday qilamiz, dedi Muhammad Husayn Mirza ishonch bilan. Shaybonxonning ko'rsatgan bu tadbirning bizga hech qanday ziyoni yo'q. At u rostilla deginiga amal qilib, yov qo'shinining orqa sepini o't qo'yib qalayinqan qilsa, texi yaxshi. U chaqda yolg'on so'zlamaganini isbotlagan bo'ladi. Navoda undaq qilmasa, buning hech vaqasi yo'q. Uning sizmi yovni cho'qim yengalaymiz. Jangda qo'limizga tirik tushib qolsa, bu yolg'onchilik uchun terisini shulib olmay qo'ymayman. Atiki jangda eng muhimi to'g'andagi lashkarlarga belgi berishdir. Ular belgimizni ko'rgan hamon to'g'onni ichib etsin. Vah! Chir daryosi Samarqand lashkarlarining jasti bilan to'lib ketadigan bo'ldi-da. Chir suyini qong'uchi bir ichib oladi deysizlar, dedi Sultan Mahmudxon Muhammad Husayn Mirzaga. Ondan boshqa amirlarga qarab buyruq qildi. Amisi gap shundoq bo'lsin. Darhol o'z qarorgohlaringizga qaytib, atki jangning hozirligiga kirishinglar. Ishlardan zinhor bexudlik ko'rilmagay. Bosh ustiga amirlar durrud o'rinlaridan turib Sultan Mahmudxonga salom berdi. Tong sahar sharqdan ko'tarilgan sepah nurida Chir daryosining suyi qon rangiga kirgan edi. Tuyuqsiz Samarqand lashkarlarining cho'qqan suran selib, nari tortib hujumga o'tishi bilan 3 kundan beri ikki qo'shinning bir-biriga unsiz hamla qilishdan timtaslikqa cho'mgan daryo vodisi qattiq larziga keldi. Jilg'ining ustidagi kuzatish munarida jang ahvolini kuzatib turgan Sulton Mahmudxon bilan Muhammad Husayn Mirza Buxoro qo'shinining tug'ini ko'rib, bir-biriga ma'nilik qarshi oldi. Sarkarda Qosim Elchibek bilan Sarkarda O'shir Solih Mirza Buxoro lashkarlarining sepiga hujum qo'ysin, dedi Muhammad Husayn Mirza Tavochibekka qarab. Farmon berdorman. Tavochibek farmon yetkazish uchun darhol munardan tushib ketdi. Uzoq o'tmay Buxoro lashkarlarining jang sepi qalayim qilishga boshladi.
Shu daqiqada jang vaziyatini kuzatib turgan Sultan Mahmudxon bilan Muhammad Husayn Mirza tun nisbida nurg'un va'dalarni berib ketgan Shaybonixonning harakatga o'tishini taqozolik bilan kutib o'tadi. Alahazal bir cho'gin chalqaynimichilik vaqt o'tganda tuyuqsiz Samarqand qo'shinining orqa tarafidan osmon palak o't yolqini ko'tarildi. Shu hamon Samarqand lashkarlarining jang sepi qalayim-qallashga boshladi. Shaybonixon rostli va'dasida turibdi, dedi Sultan Mahmudxon hayajonlangan holda. Endi darhol belgi beraylik. Lashkarlar to'g'onni ichib qolgan suvni qo'yib etsin. Otliqlar hujum qilib yov lashkarlarini imkon borligining oyoq tarafiga qistab qo'ysin. Xonning yenidagi farmonchi bey qo'lidagi farmon bayrog'ini oldiga 3 qatim, o'ng so'lga 2 qatim shiltib, ondan to'liq bir aylantirdi. Bu otliq qo'shinning hujumga o'tishiga berilgan farmon belgisi edi. Shu hamon bir tuman otliq lashkar saf bo'yicha hujumga o'tdi. Orqa tarafidagi qalayimqonchilik, tuyuqsiz osmon palakka ko'tarilgan o't, oldi tarafidan otliq yov lashkarlarining shiddatli hujumi Samarqand lashkarlarini butunlay tamtirtib qo'ygan edi. Ular yo oldiga mengishni, yo keyniga chekinishni bilmay, bir pas tengirqab qolgandan keyin jon qayg'usida jilg'ining tuvan tarafiga chekinishga boshladi. Shuning bilan jang sepi butunlay buzildi. Muhammad Husayn Mirza allaqachon Chir daryosining yuqori qismiga vaqtliq to'g'on soldirib, haftadan beri suv qaydirgan va qaydirgan suvni udul jilg'i tarafga oqtirmay, Chir daryosining qurib ketgan ko'ni eqiniga boshlash tadbirini tuzib qo'ygan edi. Tuman degan lashkarlar bilan puhrolar bir hafta ichida daryoning yo'nalishini o'zgartirgan to'g'onni daryoning 2 chaqirim yuqori tarafiga yasab, asta-asta egib, suvni daryoning necha yildan beri tashlanib qolgan asli qini tarafga to'g'rilab qo'ygan edi. Buningdan xabarsiz qolgan Samarqand lashkarlari dal mushu ko'ni daryo qiniga qarorgoh tikkan edi. Bir oshpishim vaqtdan keyin tuyuqsiz shiddat bilan eqib kelgan hayvatlik suv xuddi dahshatli kalkundek udul Samarqand lashkarlarining ustiga bostirib keldida, ularni ot uloqlari bilan eqitib, cho'nqur jilg'iga yolmab akirib ketdi. Necha tuman lashkarining ko'pinchisi jilg'i suyida g'arq bo'ldi. Bu jangda zo'r ishonch bilan lashkar tortib kelgan Sulton Ahmad Mirzaga shundoq fojialik mag'lubiyat yuzlandiki, u kutilmagan qalaymiqonchilik, o't va suvdan iborat ikki ofatning dahshatidan az-hushini butunlay yo'qotdi. Yana birdan qarab tursa, o't kuyib yoki suvda eqib o'ladigandek aloqsada bo'lib, etining beshini Samarqand tarafga to'g'rilab, ochiq qamchi soldi. Uning qashqinini ko'rgan boshqa sarkardalarmi dambas qadam agashdi. Bu jangda Buxoro amiri Mirzo Abdulali Tarxon, Darvish Bey, Quli Muhammad Bo'g'ra, Abdulkarim Ashrit qatorliq sarkardalar haybatlik Chir daryosining suyiga g'arq bo'ldi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganlarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.